Jahon tillari universiteti atrofidan 2 xona Yevro ta'mir uyi qidirgan yurtdoshlarimiz uchun bugun biz sizlar bilan Chilonzor tumani 10-kvartalda joylashgan 2 xona 3 xonaga o'zgartirilgan uyimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Shu ko'rib turganlaringiz uyimiz mehmonxonasi, o'zining yumshoq mebel, ovqatlanish uchun stol va televizorlari bilan. Bu yerda esa oshxonamiz o'rnini bolalar xonasiga o'zgartirgan. Oshxonamiz esa balkon qismimizga ko'chirishgan uyda egalari. Ko'rib turganlaringdek. Uyimizning balkon qismimiz 1,5 ga 3 balkon. Kerakli barcha mebel va texnikalar bilan jihozlangan ushbu uyimiz. Uyimizning umumiy maydoni 48 metr kvadratdan iborat. 4 qavatli binoni 3-qavatda joylashgan. Bu yerda esa ota-onalar yotoqxonasi, ko'rib turganlaringdek. Uyimizda barcha kerakli mebel va texnikalar bilan jihozlangan. Faqatgina kiyim-kechaklaring bilan kirib yashasalaring bo'ladi. Glavniy eshikdan kirib kelish o'zini razdельный sanuzeli. Bu yerda vannamiz. Uyimizning orienteriga keladigan bo'lsak, 10-kvartal Dubai Avtotuning yonginasida Fondon tilla zavodi orqasida joylashgan ushbu uyimizda videoda ko'rgan barcha mebel va texnikalaring bilan birgalikda egalari 70.800 AQSh dollar narx so'rashmoqda. Agarda kimgadir qiziq bo'lsa, opsiyaniyadagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.